Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Mana biz Hazrat Imomni masjidi deydimi, maqbarasi deydimi bilmayman nima deydi. Shu yerda mana bu gumbaz, men bu gumbazni yuvish oldik. Toshkent City'dagi mana shu sanoat qurilish bankda 13 mingdan oshiq kvadratini bir haftada yuvdik. Lekin bu yerda arzimagan kvadrat hali yuvib tugatganimiz yo'q. O'zi arzimagan pul nimagadir Xudo shuni xohlayaptimi bilmayman, nimagadir shu yerni tashlab chiqib keta olmayapmiz. Shuncha obyektda qanaqadir bir kichkina muammo bo'lsa chiqib ketadigan bolalar edik. Bu yerda pulimizni bermasa ham ishlab yuramiz. Nima sababdan? Masjid ulug' avliyo o'tganligi uchun, yolg'iz Alloh uchun deydi-yu. Bilmayman, o'ziga jalb qilib, o'ziga muxlis qilib deydimi, nima deydi? Короче, sevdirdi o'zini. Birinchi marta bunaqa holga tushishim. Birinchi marta. Bilmayman, nimagadir boshqacha. Hovli to'la fayz. Hovlida nimadir bor. Hovlida nimadir bor. Fayz. Bilmayman, qanaqadir chiroyli, juda ham zo'r joylar. Yana bir narsa o'zimga qaratdi. Hozirgi masjidlarda bilsanglar, imom o'tiradiganni orqasida eshik bor bo'ldi. Nimaga? Imom kirishlik uchun. Lekin mamliq eshik. Nima sababdan qurilgan bu eshik? Qaranglar. Mana bitta ham bor. Mana bitta ham bor. Tomga chiqadigan eshik nimaga kerak bo'lgan? Balki boshqa sabablari ham bordir. Sabablarini bilgan odamlar kommentga yozishini so'raymiz. Sizlarga shu yerni ko'rsataman. Nima sababdan bunday narsalar qo'yilgan? Nima sababdan? Hozir tozalash, chiroyli qilish ishlari ketyapti. O'shaning uchun baklashgan musorlar bor bu yerda. Voy, bilmayman, qanaqadir boshqacha qanaqadir. Magazin deydimi, nima deydi? Mana ikkinchi eshik.
Mana tomdamiz. Nima sababdan bu tomga chiqadigan eshiklar qo'yilgan? Bir sababi bo'lsa kerak.